Avvalambor assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan yaqinlar, qadrdonlar barchalaringga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Spektakldan jonli jarayonda demak tomosha qilamiz. Vaziyatdan kelib chiqqan holda albatta bizda dekoratsiya, formula, grimsiz albatta. Muhimi jonli fonogramma emas. Qani ketdik. Marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Uzr, bee'tibor qolibman. Hech xijolatlanmang. Sabog'ingizga xalal bergim kelmadi. Qani ilohi amin. Amin. Boshlagan ishlarimiz xayrli bo'lsin. Xalqimiz ilmli, ma'rifatli bo'lsin. Allohu akbar. Ochig'i sizga qoyil qoldim Hamzaxon. Ne sababdan ustoz? Siz har bir darslaringizga san'atkorona yondashasiz. Bolalar diqqatini bir nuqtaga jamlab, o'ziga jalb qilib olmoq muallim uchun eng birinchi vazifadir. Chunki bu yoshda inson bolasi juda ham sho'x, o'yinqaroq va beqaror bo'ladi. To'g'ri aytasiz ustoz. Bolaning ko'ngli oppoq qog'ozdek toza va juda nozik bo'ladi. Shunday. Men ham 1907-yil haj safariga otlangan otamni Qashqargacha kuzatib borib, nogahon Fotih Karimni Vaqt, Ismoil G'aspralning tarjimon gazetalar bilan tanishgan paytimdayoq insoniyat ko'zini ilm ma'rifat ochuviga amin bo'lganman ustoz. Barakalloh. Barakalloh Hamzaxon. Sizni bunday shijoatingiz bilan har qanday musulmon farzandi 6 oyda savodli bo'lib chiqmog'i mumkin. Bu yaxshimi ustoz? Albatta, bu bizga, avom xalqqa xush yoqar. Hamzaxon, siz to'g'ri yo'ldasiz. Rahmat ustoz. Balki bugun sizni bizni tushunmaslar. Biroq vaqtlar kelib biz ekkan nihollar hosil berajak. Inshaalloh ustoz, Inshaalloh. Ofarin, ofarin.